Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan o'tadigan mavzuyimiz giperplaziya. Biz o'tgan safar adaptatsion jarayonlar haqida tushuncha berdik va gipertrofiyani gapirdik. Buning patologik va fiziologik turlarini. Bugun giperplaziyaga navbat keldi. Xo'sh, qanday turlar bor uni, qaysi holatda misol bo'ladi va qanday mexanizm bilan amalga oshadi giperplaziya? Birinchi turi bu fiziologik giperplaziya. Xuddi gipertrofiya kabi. Buning o'zini ham turlari bor: gormonal, kompensator va gormonal turlarga misol bo'ladi balog'at paytidagi yetilishlar, ko'kraklar kattalashishi yoki homiladorlikda sut bezlarini kattalashishi va kompensator giperplaziyaga misol bo'ladi jigar rezeksiya qilingandan keyin, jigar bir qismi olingandan keyin o'sha hajmda jigarni yana tiklanishi misol bo'ladi. Patologik giperplaziya bizlarga kerak bo'lmagan holatdagi hujayralarning ko'payishi. Masalan, misol uchun estrogenlar ortiqcha ishlab chiqarish natijasida endometriin haddan tashqari ko'p qalinlashib ketishi. Mana bu yerda rasmda turibdi endometriin giperplaziyasi. Bezlar ko'payib borayotganini ko'ryapsizlar. Va androgen ta'sirida yoki gormonlar ta'sirida prostata bezlari giperplaziyasi. Bu normal holatda turibdi chap qo'lda va bu yoqda giperplaziya bo'lgan. Kerak emas holatda degani bu narsa normal funksiyaga salbiy ta'sir qiladi. Yerda funksiya kuchayib qolmaydi. Aksincha boshqa bir funksiyalarga zarar beradi. Misol uchun prostata bezining giperplaziyasi siydik ishga xalaqit qiladi. Yoki endometriinning gormonal estrogen ta'sirida ortiqcha giperplaziyasi menstruatsiya paytida ko'p qon ketishiga sabab bo'lib qoladi bu narsa. Va HPV virus ta'sirida bo'ladigan biz gormonal giperplaziyani o'tdik, patologik gormonal giperplaziya va HPV virus ta'sirida ham giperplaziya bo'lishi mumkin. Bu yerda HPV virusi o'sha yassi epiteliyaga kirgandan keyin, teri epiteliyasini zararlagandan keyin o'sha yerdagi o'sishini to'xtatib turadigan gellarni ishdan chiqaradi. Ya'ni o'sishga ruxsat bo'lib ketadi shundan keyin. Va apoptoz to'xtaydi. O'sish kerak, ma'lum qatorga borgandan keyin apoptoz bo'lish kerak va o'sha qatordan oshib ketmaslik kerak. Shu narsa buziladi. HPV virus shunday ta'sir qiladi. Mana papillomani ko'ryapsizlar. HPV virusi natijasida o'sha tumor superstar genlarini bloklash natijasida apoptoz to'xtatib yuborish natijasida terida bo'ladigan hosillar. Va sxematik tarzda ifodalangan. DNK ga ta'sir qilishi. Nima ko'ryapsizlar? Bo'lintiryapti, ichida o'zi ham ko'payyapti va chiqib ketyapti. Mexanizm qanday? Hozir aytdik, biz o'sish faktorlari reseptorlarga ta'sir qiladi, shu bilan proliferatsiya chaqiradi. Oraliq stem hujayralari bor. Men proliferativ faollikka ko'ra turlari degan mavzuda o'tganda, bundan oldingi mavzuda o'shani aytib ketdim. O'shalarni faollashtiradi, bo'linishini, ya'ni zaxirada turgan hujayralar bo'linishini faollashtirib yuboradi. Endi savol shundayki, fiziologik, patologik giperplaziyani o'tayapmiz. Bundan tashqari xavfli o'smalarda bo'ladigan giperplaziya ham bor. Bular bir-biri bilan nimasidan farq qiladi? Ikkalasida ham giperplaziya, ikkalasida ham hujayralar soni ko'payishi. Shuni sizlar bilan o'tamiz. Normal prostata bezi, har doim aytganda mikroskopik rasmlardan qo'rqish kerak emas. Ko'zlaringiz bora-bora o'rganib borish kerak va shunday ko'rganda birdan bu prostata bezi, bu oshqozon epiteliyasi deb yod bo'lib ketadi qayta-qayta ko'raversanglar bu narsani. O'sha epiteliyasi, bazal membranasi, stromasi, biz EKM ekstrasellular matrix haqida gapirdik, stroma bilan bazal membrana bo'linishini bilan aytib o'tganman bu narsani men. Va bu normal holatda. Giperplaziya holatda mana ko'ryapsizlar. Stroma oraliq qanchalik katta edi, bu yerda torayib qoldi stroma. Hujayralar soni ortib ketgan. Ular to'g'ri atipik bo'lgani yo'q, kattaligi o'zgarib ketgani yo'q, lekin soni juda ham ortib ketdi. Mana normal shunday bo'lish kerak bo'lsa, mana giperplaziya qanday bo'ldi? Hujayralar soni qay darajada ortib ketdi? Stromani siqib kelyapti va bir-biriga yaqin kelyapti. Dalgalar. Bu prostataning xavfsiz giperplaziyasi edi. Gormonal patologik giperplaziyaga mikroskopik misol edi sizlarga. Va yuqoridagi savol, fiziologik giperplaziya, patologik giperplaziya va o'smadagi giperplaziya nima bilan farq qiladi deganda. Fiziologik giperplaziyada me'yoriy ehtiyojga javob, o'sha narsa kerak edi, o'sha qo'shimcha hujayralar kerak edi, o'sha signallar berildi va qo'shimcha hujayralar sintezlandi, ko'paydi. Va organizm fiziologik nagruzkani, yuklamani ko'tardi shuni hisobidan. Son jigar rezeksiya qilingan bir qismi ketgandan keyin uni qayta tiklab olish kerak ketgan qismini. Giperplaziya ehtiyoj bor. Homiladorlikda
tug'ruqdan keyin sut kelishi kerak. Homiladorlik payti sut bezlari ishlab ketishi kerak, ko'payishi kerak. Patologik giperplaziyada men aytdimki, kerak bo'lmagan joyda giperplaziya bo'ladi. Kerak bo'lmagan joyda stimul bo'ladi va xalaqit qiladi o'sha. Normal holatiga, organizm normal yashashiga xalaqit qiladi bu narsa. Va uni yuqoridagidan farqi shundaki, aytdim, ikkala holatda ham agar stimul yo'qolsa, giperplaziya to'xtaydi. Homiladorlik o'tgandan keyin sut bezining giperplaziyasi to'xtaydi. Misol uchun, bu yerda ham stimul yo'qolsa, estrogen ajralish to'xtatilsa, misol uchun, endobendin giperplaziya to'xtaydi yoki prostata bezining giperplaziyasini ham androgenlar bloklaydigan dorilar bergandan keyin to'xtaydi. Onkologik jarayonda bo'lsa, yuqoridan signal kerak emas bularga. Ya'ni stimul faktor shart emas. Bular bir qo'zg'alib oladi va bu narsa to'xtamaydi. To'xtovsiz giperplaziya bo'lib davom etib hattoki signal bo'lmasa ham. Prostata saratoni, endobendin karsinomas o'tishini misol keltirdik. Ana shu narsa fiziologik, patologik va onkologik giperplaziyadagi o'zaro farqlar. Xulosa berilganki, nazorat ostida qaytariluvchi birinchi holat onkologik giperplaziya bo'lsa, nazoratdan chiqib bo'lgan. Uni qaytarib bo'lmaydi, chunki stimul o'zi yo'q. Va undan keyingi mavzuyimiz atrofiya. Atrofiyani xuddi shunday turlari qanday, sabablari nima, misollar va mexanizm bilan. Atrofiya bu normal rivojlangan to'qima organlarining regressiv o'zgarishi, ya'ni hajm jihatdan kichrayadi va yana takror aytaman, funksiyasi ham pasayishi shart albatta shu bilan birga. Va fiziologik holatda atrofiya bo'ladi. Ya'ni atrofiya bo'lishi kerak o'sha hayot davomida. Bizga xalaqit qilmaydi, aksincha bu narsa kerak. Misol uchun homiladorlikdan keyin bachadonni kichrayishi atrofiya mexanizmi bilan bo'ladi. Yoki bola tug'ilgandan keyin uraxis, qalqon sima til osti naydi yo'l bo'ladi, o'sha yo'qolib ketishi kerak. Patologik turi bo'lsa, mahalliy va umumiy bo'ladi yoki tarqalgan bo'ladi. Sabablari bittasi ishlamaslik, o'sha qaysi organ ishlamasa ma'lum sabab bilan ishlamay qolsa, o'sha organ atrofiyaga uchraydi. Misol uchun, bu yerda gips qo'yilgan oyoq uzoq vaqt turgandan keyin, gipsdan yechgandan keyin holat turibdi, atrofiya bo'lgan, ishlamagan chunki oyoq kichraygan. Va qon tomir pasayishda, qarilarda miya hajmi kichrayib boradi yoki yurak ham kichrayib boradi. Chunki qon bilan ta'minlash pasayadi unda. Buyrak mana arteriyasini ateroskleroz bo'lganda tiqilib qolgan, qon yaxshi o'tmagan, shundan so'ng buyrak kichrayib qolgan. Yoki qarilarda misol keldi. Va oziqa yetishmasligidan ham bo'ladi. Misol uchun onkologik kasallikka chalingan bemorlarda yoki o'sha paytda urush vaqtida konslagerga saqlangan kasallarda ham shu atrofiyani shunaqa patologik holati kuzatilgan, oziqa yetishmasligi bilan bog'liq atrofiya kuzatilgan. Va endokrin stimulyatsiya yo'qligida, o'sha menopauzada endometriya, sut bezi atrofiyasi bizda yuqorida giperplaziyaga teskari bo'lgan holat. Bosim ostida bo'ladigan, bosim ta'sirida bo'ladigan atrofiya ham bor. Shuni eslab qolinglar. Bularda gidronefroz, gidrosefaliya va xavfsiz o'smalar yondagi organni siqib qo'yadi, o'shani hisobidan kichrayib ketadi organ. Va gidronefroz keltirilgan. Gidronefrozni ko'rgan bo'lsangiz, pastda blok bo'ladi, siydik o'tmaydi, orqaga qaytadi va bosim beradi. Bosim berish natijasida uyidagi parenxemasi ishchi asosiy ish qiladigan, filtratsiya qilib beradigan organ bosim ta'sirida kichrayib ketaveradi. Ya'ni bosim yuqori bo'lgandan qon bilan ta'minlash buziladi buni. Shuni hisobidan kichrayib ketadi. Mana shu bosim ta'sir bo'lgan atrofiyaga buyrakda gidronefrozni misol bo'ladi. Va ikkinchi misol gidrosefaliya. Qorinchalar ichida suyuqlik miqdori oshgan, yuqori bosim bergandan keyin miyani oq kulrang moddasini siqib boriladi va miya atrofiyaga uchrab boradi. Mana ko'ryapsizlar qanchalar bo'lib qolgan. Normal mana miya mana bu holatda bo'lishgan normada mana gidrosefaliya. Mana gidrosefaliyadagi miyani holati. Illyustratsiyalar, rasmlar sizlarning eslaringizga juda ham yaxshi qolishi uchun o'sha atamani eslolmasangiz ham miyani rasmi eslaringizga keladi. O'sha buyrakning rasmi eslaringizga keladi. Va mexanizm qanday bo'ladi? O'sha oqsil sintezlashi bundan sekinlashadi. Bundan tashqari paydo bo'lgan normal turgan oqsillar parchalanib ketadi. Va ubiquitin protosoma yo'li bor. Oqsillar parchalanishi, men buni gapiraman, mana shu mexanizm ishlaydi bu yerda va avtofagiya mexanizmi ishlaydi. Eslaringizga bo'lsin, atrofiyaning mexanizmda yotadi oqsil sintezi sekinlashishi va uni parchalanishi. Parchalanishi bo'lsa, ubiquitin protosoma yo'li orqali va avtofagiya orqali bo'ladi. Va ubiquitin protosoma yo'lini
tushuntiryapman. Ya'ni atrofiya mexanizmi bittasi. Ubiquitin kichik oqsillarni animatsiyaga e'tibor berasizlar. Uni asosiy vazifasi u qaysi oqsilga borib yopishsa, o'sha oqsil proteosoma bilan maydalab tashlanadi. Ya'ni proteosoma ubiquitin yig'ilgan oqsilni borib maydalaydi ubiquitinga qo'shib. Va unga qatnashadi E1, E2, E3 molekulalari. E1 molekullari animatsiyaga qaranglar. Ubiquitinni faollashtiradi. E2 molekulasi olib uni tashiydi, ya'ni tashiydigan ferment. E3 molekulasi esa ligaza fermenti o'sha qaysi oqsilga yopishtirish kerak bo'lsa, o'shani olib borib o'sha oqsilga yopishtiradi, belgilab qo'yadi. Mana ubiquitin bilan yopishtirib qo'ydim, endi buni maydalash kerak degan taqdirda. Va o'shandan keyin proteosoma, mana ko'ryapsizlar, mana bu proteosoma machismami, mana proteosoma o'sha ubiquitinga qo'shib oqsilni maydalaydi va shuni hisobidan kichrayadi hujayra va atrofiya mexanizmi ishlaydi. Energiya defitsitida Fox transkript faktorlari bilan fiziologik gipertrofiyaga teskari jarayon sifatida ozib ketishdi. Men u aytib ketdimki, undan oldingi mavzuda va ubiquitin ligazalar bo'lsa, atrogen va murafer miqdori va faolligi oshadi natijasida. Va atrofiyada asosiy trigger bu ubiquitin oqsillariga bog'lanadigan fermentlarning E3 ligazani ortishi. E3 ortgandan keyin ular ubiquitin olib kelib yopishtiradi. Endi mana xuddi shu yo'ldan o'smalar ham foydalanar ekan. Ya'ni o'smalar bo'linish jarayonida bo'linuvchi hujayralar ko'pligi natijasida ularda energiya yetishmovchiligi bor va kerakli mahsulotlar hammasi yetarli bo'lmasa ham ular bo'linyapti. Shu paytda noto'g'ri oqsillar sintirilib qoladi. Ya'ni yarim, mayib, majruh bo'lgan oqsillar, normaga to'g'ri kelmaydigan oqsillar sintezlanib qolar ekan o'sma hujayrasining ichida. Noto'g'ri oqsillar sintezlangandan keyin bularda apoptoz mexanizmiga tushadi. Hujayrada normada noto'g'ri oqsil sintezlangandan keyin u o'zidan signal chiqaradi, bizda noto'g'ri oqsil bor deb, signal chiqargandan keyin ichkarida apoptoz bo'ladi yoki tashqaridan kelib limfositlar bularni maydalab tashlash kerak bo'ladi. O'sma ana shu ubiquitindan bunday paytda unumli foydalanadi ekan. Ya'ni noto'g'ri bo'lgan oqsillarni ubiquitin bilan belgilab olar ekanda, ubiquitin sistemasi aktivlar o'zini proteosoma bilan maydalab tozalab turar ekan. Tozalab turgandan keyin noto'g'ri oqsil sintezlanayotgan bo'lsa ham tez-tez maydalanib turgani uchun hujayra ichki mexanizm buni sezmay ekan va o'sma hujayralar apoptoz uchramay noto'g'ri oqsil sintezlanish davomida ham bo'linib bemalol boraver ekan va o'sha mexanizm ochilgandan keyin proteosomani bloklaydigan ingibitor dorilar chiqdi, partezamib yozilgan, uni yodlab qolish shart emas. O'shalar ishlatilgandan keyin o'smalarda apoptoz mexanizmi ishlatib yuborildi va o'smalar noto'g'ri oqsil sintez bo'lishi bilan proteosoma bloklaydigan dorilar qilingan. O'zini o'zi apoptoz uchratadi va ko'payish sekinlashadi, o'sma sekinlashadi. Ana shu narsani bilib qolishingiz kerak bundan. Va ubiquitin proteosoma katta ish bo'lganligi uchun o'smani davolashda katta bir mexanizm ishlatilib, shu ishlar qilinganligi uchun buni 70-yilda ixtiro qilgan olimlarga Nobel mukofoti beriladi 2004-yilga borib, ya'ni 20-30 yildan keyin borib mana shu olimlar Nobel mukofotini oladi. Va bularda rasmi eslaringizda bo'lsin. Bu demak atrofiyaning mexanizmi ubiquitin proteosoma yo'li bilan oqsillarni maydalanishi haqida gaplashdik va bu yo'ldan o'smalar foydalanishini va bu yo'lga xalaqit beradigan dorilar ishlab chiqarilganini o'smani davolashda biz gapirib o'tdik va mana shu yo'l mana shu olimlarga Nobel mukofotini olib berganligini gapirdik. Avtofagiya mexanizmi, atrofiyaning ikkinchi mexanizmi bu avtofagiya mexanizmi. Vazifasi nimadan iborat? Avtofagiya. Avtofagiya hujayra o'zini o'zi organellalarni, oqsillarni, shikastlangan narsalarni, ishlamaydigan narsalarni yoqib, energiya sifatida foydalanadi, maydalanadi yoki qurilish materiali sifatida foydalanadi. Energiya yetishmovchi ochlik paytda bu narsa ishlab ketadi. Ya'ni shu musorlarning o'zidan foydalanadi. Va infeksiyaga qarshi himoya paytda ham zararlangan hujayralarni maydalab o'ziga energiya qilib foydalanadi va saraton, neyrodegenerativ kasalliklarni mana shu yo'l bilan oldini olish mumkin. Ya'ni avtofagiya ishga tushirib yuborsa, ortiqcha ishlamaydigan, ortiqcha yig'ilgan oqsillar maydalanib energiya bo'lib ketadi. Va avtofagiya qarishni ham sekinlashtiradi. Chunki qarish jarayoni men o'tganman nimada, agar ko'rmaganlar bo'lsa videolarning hammasini ko'rib chiqinglar. Yana bir bor shu joyda takrorlayman, vaqt olish bo'lsa ham
yuqoridagi videolarni hammasini birma-bir ko'rib chiqinglar. Men tartib bilan berdim. Birinchi mavzu, birinchi video, birinchi mavzu, ikkinchi video qilib belgilab chiqdim. O'shanga e'tibor qilgan holda yangi qo'shilgan talabalar o'sha yuqoridagi videolarni ko'ringlar hali kech bo'lmasdan. Chunki o'tib boraverganimizdan videolar soni ko'payadi. Men o'ylaymanki, yana bir oydan keyin ularni hammasini ko'rib ulgurib bo'lmaydi va bir oydan keyin o'tiladigan mavzuni tushuna olmay qolasizlar. Sizlardan iltimos qilaman, katta iltimosim, yuqoridagi videolarni albatta ko'rib olinglar. Keyingi mavzularni tushunib ketish uchun. Shuning uchun ham men mavzuni boshiga qaytib, immunitetdan yana boshiga qaytdimda, boshdagi mavzularni sizlarga video qilyapman. Bo'lmasa bularni onlayn tarzda uzatganman. Va qarishlikni sekinlashtiradigan shu narsa. Mexanizmlar qanday? Hujayra energiya tanqis bo'lganda, ya'ni oziq modda yetishmaganda, boshqa bo'lganda bo'lmaydi. Yetishmaganda o'sha AMPK yoki mTOR, AMK faollashadi, mTOR bo'lsa susayadi va ana shundan keyin avtofagiya boshlanadi. Fagosoma hosil qiladi. Ya'ni o'sha organizm o'sha ichidagi nimalarni hazmlash qilish uchun fagosoma hosil bo'ladi va u o'sha hujayraning o'zidagi lizosomaga qo'shiladi. Va degidratatsiya qayta ishlash. Lizosoma fermentlarni oqsil organizmni parchalaydi va aminokislota energiya sifatida qayta ishlatadi ana shu maydalangan narsalarni. Va bu yerda rasm chiqyapti. Atigi bunga animatsiya berish imkoni bo'lmadi, vaqt bo'lmadi to'g'risini aytsam. Avtofagiya genlari atigi 12-5, atigi 1lar. Mana shular shu narsani boshqaradi. Mana yuqorida aytildi, atigi genlar, avtofagiya boshqaruvchi genlar, Osumi kashf qilganmi, yapon olimi. LS3 bu mikrotubul asosiy protein. Rasm berilgan turibdi buni ham. Mana LS3 va beklin 1 avtofagiya boshlanishi uchun muhim oqsil bu. Buni ham rasm berilgan turibdi. Mana bu beklin 1 va mTOR hujayra oziqga to'q bo'lsa avtofagiyani to'xtatadigan gen, mTOR gen. Va o'sha yerda aytgandek avtofagiya juda muhimligini 2016-yilda mana shu Osumoni Nobel olganini bilish mumkin. U avtofagiya mexanizmini topib, o'sha orqali organizm qarishni sekinlashtirishi mumkin. O'sha orqali Alsgeymer, Parkinson kabi kasallikni oldini olish mumkinligini, saraton kasalligini oldini olish mumkinligini tasdiqlagan va avtofagiyani ochlik bilan ishlatish mumkinligi. Ya'ni och qolganda odam och yurganda avtofagiya mexanizmini ishlab ketishini isbotlab bergan. Shu bilan birga bu ro'za tutishni foydasini ilmiy asosda isbotlab berdi butun dunyoga. Va mana bu yerda uni fikrlari yozilgan. Men bularga to'xtalmayman. O'zlaringiz o'qib olasizlar. To'xtatib bitta fikrni aytadigan bo'lsam, bu tozalanish, avtofagiya bu tozalanish hujayra yosh va sog'lom bo'lib qoladi avtofagiya borligi uchun degan fikrda aytgan. Shu bilan doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar va sizlar ham Nobel oladigan darajadagi ishlar qilinglar. Mana shu kanalimizdagi informatsiyalardan foydalanib. Takrorlayman, kanalda ma'lumotlarni, videolarni linki bilan o'zlaringiz kursdoshlaringizga yoki boshqa tibbiy oliygohlarda kim yaqinlaringiz o'qisa, o'shalarga berib qo'yinglar. Bu foydadan xoli bo'lmaydi. Toki 800 ta bo'lgunimizcha o'sha qolganlar yuqoridagi videolarni ko'ringlar. Va men o'ylaymanki, zerikmaydigan tarzda tayyorlangan videolar.